Islom dinimiz. Allohga shukrki, tinchlik dini. Dinimiz hayotparvar din. Dinimiz ta'limotlarida odamgarchilikka chaqiriladi. İnsonparvarlikka chaqiriladi. Oila parvarlikka, qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishga, qavmi qarindoshlar bilan oqibatda hayot kechirishlikka, jamiyat ravnaqi, yon atrofimizda o'rab turgan jamiki mavjudotlarga nisbatan, ho u nabotot olam bo'lsin, ho hayvonot olam bo'lsin, parranda, darranda, jamodot, hammasiga nisbatan mehribonlik, rahimlilik, shafqat qilishlikka chaqiriladi. Allohga shukr. Dinimizning nomi o'zi islom, tinchlik dini. Mo'min musulmon banda ko'rgan odamiga ham, taniganiga, tanimaganiga assalomu alaykum, sizga tinchlik tilayman degan shiorga chaqiradi. Va salomni eshitgan inson tanigan, tanimagan insonga salom bersa, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu, sizga ham Allohning rahmatlarini, barakotini, tinchligini tilayman degan alik olishlikka chaqiriladi.